Matiz ishqibozlari haqiqatan Matizda qanaqaligini o'zlari yaxshi biladi. Matiz ishqibozlariga arzon narxda Matiz topib qo'ydim. Video tomosha qilib turing, sizga bitta obzorni qilib o'tib ketamiz. Matizimiz haqiqatan lovullab turibdi. Matizda ko'rib turibsizlar, ovoqqa oldilari butun, mashinaning umuman udar yemagan, kraskasi mana shu ikkita deyaptilar, qanotida deyaptilar. Petnochasi bor. Qolgan joylari absolutni toza deyapti. Mashinamiz MX yili 2009-yil. Salonlariga keladigan bo'lsa, salonlari chexol yo'q ekan, lekin poligi bor ekan. Mashinamiz 180 ming kilometr bosgan ekan. Orqasida temir metallarigacha bor ekan. 4 ta yaxshi balonlar qadab qo'ygan ekan. Mashinaning chaqachuqa joyi yo'q. Bilaman, obuna bo'lmagansiz. Hali obuna bo'lmasdan kuzatyapsiz. Lashtirsa bosib qo'yinglar, obuna bo'lish esdan chiqmas. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini 3600 dedi. Aka bosh qotiramay, 3600 vashi qimmat desam, 3,5 million dedi. Aka ko'p gapirmay, mana obunasan 3400 ga berasiz. Bo'ldi aka, sizning nomingizdan kelsa 3400 ga beraman. Haqiqatan narxi realniy arzon bo'lsa, kommentariyaga o'z fikringizni qoldirib ketinglar. Obuna bo'lish esdan chiqmasa, mana shu videoda Matiz olaman degan do'stlarga tashlab qo'ying. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.